Va assalomu alaykum qadrli bizni podpischilarimiz. Demak, boshlaymiz. Hozirgi boshlaymiz. Bu Ramazon aksiyasi bu ikkinchi qism. Va hammadan bitta iltimos qilaman. Kanalga a'zo bo'lgan bo'lsa, kanalga a'zo qo'yinglar. Agar shuncha aytdik, kanalga a'zo bo'lmaganlar, faqat ko'rib kelyapsizlar. Mana endi boshlaymiz. Bonusga bu, skidkaga. Mana HP original Bluetooth bor. Bu zaryadli, bez batareya ham Bluetoothli. Bu metal mishkamiz. Bu ham xuddi shunaqa zaryadli. Bularda o'zim tan narxi bular 80-100 ming turadi bular. Bunisi 50 ming turadi aslida. Kim agar kanalga a'zo bo'lib kelib, podpiska bosgan bo'lsa, mana shu bonus beriladi o'sha. Bitta bosish uchun mana shu sizga bonus. Bizni qo'limizga narsamiz shu. Bu hech qanaqa yog'inma, fake emas. Endi narxlar boshlaymiz. Kanalga a'zo bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying. Demak, bu yerda hammasi premium klasslar. Ya'ni premium klass degani to'laqonli ITga tushadigan yoki mazza qilib ishlatadigan flagman notebooklarimiz bor. Ularni sizga ko'rsatamiz, narxlarini juda arzon beramiz. Ba'zi orasida yangisi ham bor. Qisman 5 soat, 6 soat ishlatganlar ham bor. Bularga hammasi garantiya beradi. Garantiyamiz bor. Undan tashqari bo'lib berish nasihat xizmati ham bor. Butun o'zim bo'lib yetkazish berish xizmati ham bor. Manzilimiz Toshkent shahar Malik O'zar Avos 9 do'kon. Kimga agar gapimiz yaxshi tushunmagan bo'lsa, sevamiz yoki ovozimizda qanaqa muammo bo'lgan bo'lsa, bizda kanalimiz bor, Telegram kanalimiz bor, Note Pro kanalimiz bor, o'zi pastga qo'yiladi. O'sha kanalga a'zo bo'lsangiz, kanalda har bir notebookimning har bir parametrlar bitta alohida berilgan, narxi ham berilgan agar gapimga tushunmagan bo'lsa. Demak, boshlaymiz. Birinchisi bu hali yangi, Ryzen 5 7000 seriya, Ryzen 5 7000 seriya, ekran OLED. OLED ekran, tagi pachitka, ishlagan trimsiz ishlagan vaqti 7 soat ishlagan, trimsiz ishlagan vaqti. Yangi hali, buni operatkasi 16 512 SSD. Chunki bu to'laqonli flagman hisoblanadi. Metal korpus, tagi pachitka, ekran OLED, 4K ekran OLED bo'ladi. Bu yangi notebookimiz, narxi $400. OLED, bozorda bundan narxi yo'q, OLED ekran. Keyingimiz xuddi shunaqa, bu lekin OLED emas. Bu OLED emas, bu Asus Core i5 11. Bu ham OLED ekan. Deyarli demak bu ham OLED ekan. 4 ta OLED ekan bu ham. Asus i5 13 watt, uni bu ham 16 ga operatkasi bor, 512 GB SSD'si bor. Bu ham holatda ideal holatda. Bular bu ham HP SSD, bu ham HP SSD. Qiziq bo'lsa, bu Ryzen 5 7000 seriya, lekin HP SSD. Bu i5 11 HP SSD bu ham. 16 ga 512, bu ham ekran OLED. Bu narxi $370 beramiz. Ziyoni kamroq bo'ladi ko'zga shunday. Ya'ni ko'zga ziyoni kam va siz ko'rgan kinoni tiniq ko'rasiz yoki siz ko'rgan ishlayotgan proyektni mazza qilib ko'rasiz o'sha OLED bo'lgani uchun ham. Bu masalan o'zingizdan bilasizku, masalan iPhone ekran qanaqa-yu yoki oddiyroq Android qanaqa ekran, shunaqa raziyasi qanaqa, shunaqa raziya bor. Bu ham ideal holatda, ideal Asus VivoBook Ryzen 5 7000 seriya, 7000 ekran IPS ekran, bu OLED emas. 16 GB RAM, 512 GB SSD'si bor. Bu HP prosessor, ya'ni игровой prosessor bo'ladi bular. HP prosessor. Ishlagan soatda, tinimsiz ishlagan soatda bir kunmi, 1,5 kun davom ishlatilgan. Hammasini aniq eslolmayman, lekin kuni kam ishlatilgan. Ideal holatda, dokument hammasi bor. Ryzen 7 5000 seriya, 16 ga 512. Narxi skidkada $360 beraman. Zo'r narx, $360. HP prosessor bu ham. Bu narxida bo'ladi. Bu narxda, lekin ideal, yangi narsa. Qancha turadi? Buni yangisi 500 ga yaqin turadi. 500 ga yaqin turadi. Balki undan qimmatchi. Keyingisi bu i5 13-avlod ZenBook. i5 13-avlod ZenBook ideal holatda, tagi ham pachitka, qo'lga barmaskan anaqasi ham bor, mana bu numpad ham bor. Ekran OLED ekran, sensor bo'ladi. Hali driver tushirilmagan. Bu ham HP prosessor i5 13 ideal holatda, mana i5 13 HP prosessor, игровой, ikkita kulli bo'ladi. Tagi pachitka. O'z ZenBook tamom bilsa kerak buni, ZenBook tushunsa kerak. Metal, pol metal bo'ladi. Chest ITC notebookimiz. Business class ham bo'ladi. Bu narxi nechi pul? Narxini 480 beramiz. Bozorda narx yo'q ekan. Ideal holatda. Keyingisi bu i5 Core 5 Ultra hisoblanadi. Core 5 Ultra. Bu 8 GB RAM, 512 GB SSD xotira. Bu i5 13 bir xil bo'ladi. i5 13 bir xil. Ideal holatda. Bu ham narxi $420 beramiz. $420 zo'r narx. i5 13 dan sal kuchliroq ham bu.
Keyingisi bu ham shunaqa ideal. Ryzen 5 7000 seriya. Ryzen 5 7000 seriya 8 GB RAM, 512 GB SSD xotirasi bor. IPS ekran, Asus Acer ideal holatda bu ham ko'rib turibsiz, plomba olmagan. Narxi 310 dollar beramiz. Yana ham kelishamiz. 7000 seriya bu. Endi xuddi shunaqa, endi bu hash prosessorligi. Bu Acer i5 12700 hash prosessor bu ham. Qo'lga barmoq skaner bor, tagi pachetka, polimetal metal korpus, ekrani IPS ekran, 16 ga 512, 12700 hash prosessor tushungan bo'lsangiz agar buni ham narxi arzon, narxi 370 dollar. Ideal holatda hali, ideal. Qisman ishlatilgan kunlar davomida. Mana bu bizga Amerikadan kelgan, hali yangi turibdi. Yangi, umuman yangi o'sha, umuman yangi narsa. Lenovo ThinkPad i5 11 16 ga 512 yoki 16 ga 256 GB SSD xotirasi bor. Tagi pachetka, qo'lga barmoq skaneri ham bor. Polimetal metal korpus, hali aytganimiz yo'q. Narxi 300 dollar beramiz. ThinkPad. Batareyasi bir 10 soat ketsa kerak, batareya juda yaxshi bo'ladi. Keyingisi SSP Core 5 10-avlod, 8 GB RAM, 256 GB SSD xotirasi bor. Tagi pachetka, ekran sensor, uzoq muddatli qayriladigan. Ideal holatda. Bu narxi 290 beramiz. i5 10 SSP. Yana ham kelishamiz narxdan. Keyingisi mana bu yangi o'sha, umuman yangi. i3 Ryzen 3 7000 seriya, ya'ni Core i3 13 barobar analog hisoblanadi. Bu ham 8 GB RAM, 256 GB SSD xotirasi bor. Bu hali yangi, umuman yangi. Mana hali FreeDOS ichiga Windows qo'yilmagan. Narxi bu narxdan bir xil ketadi, chunki biz chaqirganimiz orasida shunaqa yangi chiqib qoldi. Bu narxi 240 dollar beramiz. Yangi hali. Garantiyasi shunaqa bir xil ketadi. Ryzen 7000 seriya, DDR5 8256 ekan. Bunisi keyingisi HP Envy Core 5 10-avlod, 16 GB RAM, 512 GB SSD. Kimga kerak bo'lsa, mana bunaqa 360 ga qayriladigan bo'lsa, metal korpus, polimetal korpus, sensor bor bular. i5 10-avlod, 16 ga 512. Bu narxni necha pulamiz? Narxini arzon beramiz. Narxi 320 dollar beramiz. Keyingisi bu HP Envy Ryzen 5 5000 seriya, ya'ni bu ham shunaqa 16 ga yoki 8 ga 512. Tagi pachetka, lekin bunga nisbatan buni yadro ko'p. Bu 4 yadro 8 potok, bu 6 yadro 12 potok. Bilsangiz agar. Potoklar ko'p. Bu narxi 370 dollar beramiz. Zo'rna 370 dollarga. HP Envy, ya'ni chokko rang deydi bu. Shunaqa rangi. Ishlashi muammosi bitta hech qaysi muammosi yo'q. Hammasi zat, eng kami zat uzoq ketadi hammasi. Chunki idealda hammasi. Bu ham shunaqa ideal. Buni ishlagan kuni, biz yangi narsa, ishlagan kuni bir kuni 7 soat ishlatilgan. HP Envy Core 5 13-avlod, 8 GB RAM, 512 SSD. Garantiyasi 1 yil bo'ladi bunda ham. Bir kuni 7 soat ishlatilgan amerikanskiy HP Envy keldi bu. Narxi 450 beramiz. Yangi bo'lgani uchun. Keyingisi bu ham shunaqa. HP ProBook Ryzen 5 5625 U prosessor. 16 bu 32 GB operatkasi bor. 32 GB operatkasi bor va 512 GB SSD xotirasi bor. Polimetal korpus, 14 dyum, qo'lga barmoq skaner bor. Tagi pachetka, ovozlari Dolby Atmos ovoz chiqaradi. Metal, vazni ham juda yengil, lekin toza aytishni bo'ladi. Ekran IPS. Narxi necha pul? Narxini 330 beramiz. 32 operatkasi bor. 32 GB. Keyingisi mana buni endi aytamiz. Bu Core i7 11-avlod, 8 GB RAM, 256 SSD yoki 512 SSD, bilmayman. Bittasi orasida farq, lekin puli bir xil. Ekran IPS, buni faqat bitta kamchiligi bor, mana joyi kichkina chaqasi bor. Lekin narxi zo'r, narxi 260 dollar. i7 11. 260 dollarga i7 11, IPS ekran, batareyasi zo'r, hot, ideal, faqat kichkina mana joyda kichkina chaqasi bo'lgani uchun narxi arzon tushib ketyapti. 260 dollar beramiz. i7 11. Aytagam chiqadi, ofisga ham bemalol chiqaradi. Endi bunimiz bu ham shunaqa, bu ham yangi Asus ga o'xshab, bu ko'rsatganga o'xshaydi, bir xil o'xshaydi. Bu Ryzen 5 7000 seriya, ekrani IPS, tagi pachetka, 16 ga 512,
narxini 330 beramiz. Ideal holatda hali mana bu orqalariga ham chang tushmagan. Faqat u yoq bu yoqni artib olish kerak. Ideal holatda. Ryzen 5 16 ga 512 DDR5 7000 seriya. Tagi pachetka IPS ekran. Keyingimiz Acer Core i5 12-avlod. Ideal holatda mana qarang, hali bitta chaqasi yo'q, tirnagan joylari yo'q. Ideal holatda. Tagi ham qarang, qo'yib turibdi qanaqaligi. i5 12 8 GB RAM, 200 SSD, 10 yadro 12 patok bo'ladi. Bular ITga bemalol tushiradi. Bular narxi 270 dan beramiz. Zo'rno 270 dan zo'rno mana bular. Keyingimiz Dell Ryzen 7 7000 seriya. Dell Ryzen 7 7000 seriya. Ekran sensor, 16 GB RAM, 512 GB SSD bor. Bu 7000 seriya bilasiz. Core i7 12 yoki 13 barobar yuradi. Ryzen 7 bu narxi nechi pul? Narxi $320 beramiz. Zo'r narx $320 Dell Ryzen 7 16 ga 512. Manzilimiz Toshkent shahri Malik O'zar Avuz 9 do'kon. Butun o'zida bo'lib yetkazib xizmati ham bor. Kimga agar bu qiziq bo'lsa, telefon qilsa pastda nomerga bemalol so'rashingiz mumkin. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.